Har qanday uchrashuvlarda albatta xatolar bo'ladi. Xatolarni 10 kundan keyingi o'yinlarda emas, aynan mana shunday o'rtoqlik bahslarida qilgan yaxshiroq. Futbol shunday. Birinchi bo'limda jamoamiz ixcham va agressiv o'ynadi. Ikkinchi bo'limda esa to'p nazoratini ko'proq qo'lga olishni xohladik. Biroq intensivlikni yo'qotdik va bir nechta xatolarga yo'l qo'ydik. Bunday o'yinlarda xato qilsangiz, buning uchun jazolanasiz. Futbolchilarimdan aynan birinchi bo'limdagidek intensivlikni kutgandim. Men kelganimdan beri yuqori intensivlikda o'ynash ustida ishlayapmiz. Osiyo futboli bilan xalqaro futbol o'rtasidagi farqni yaxshi bilaman. Bu oson emas. Ammo birinchi bo'limda jamoamda ko'plab ijobiy jihatlarni ko'rdim. Yuqori intensivlikda o'ynaganda jarohatlar bo'lib turadi. Hozircha jiddiy narsa yo'q. Ertaga va indinga nima bo'lishini ko'ramiz. Portugaliya, Kolumbiya va Kongo DR juda kuchli jamoalar. Ulardan ikkitasi dunyoning eng kuchli jamoalari qatoriga kiradi. Bu jamoalar bilan o'ynash juda qiyin bo'lishini bilamiz. Lekin futbolchilarimga ham aytdim. Bizda yo'qotadigan hech narsa yo'q. Bu mamlakatimiz tarixidagi ilk jahon chempionati. Shuning uchun ularga faqat bitta narsani aytaman. Bundan zavqlaning. Jahon chempionatida o'ynash imkoniyati har doim ham nasib etavermaydi.